bu yerga kelsangiz, Varnet bog'ining kirish qismida juda ham qulay sharoitlar mavjud. Xohlasangiz, agar maxsus aravachalardan ham foydalanishingiz mumkin. Bu yerga kirish uchun chipta narxi kattalariga 20 ming so'm, kichkina yoshdagilar uchun 10 ming so'm. Varnet bog'i 2022-yilda xalqaro hamkorlik asosida, ya'ni Turkiya davlati bilan birgalikda qurilgan. Bu bog' uchun 3000 gektar yer maydoni ajratilgan. Hozirgi kunda taxminan 120 gektar hududda faoliyat yuritilmoqda. Yana bu yerda turli xil konsertlar, musobaqalar o'tkazish uchun 200-300 kishi uchun mo'ljallangan zal ham mavjud. Bog'ga kelganingizda ko'ngil ochar shou va dasturlarga kirib, mazza qilib dam olib chiqishingiz ham mumkin. Keyingi bo'lim gastronomik zonada esa mehmonlar turk shirinliklari, masalan, baklava va lokumlardan tatib ko'rib, choy ichib ketasiz. Shuningdek, bu yerda gullardan tashqari turli xil baliqlarni ham ko'rasiz. Bu suv yonida oilaviy o'tirib ovqatlanish boshqacha bo'ladi-da. Buxoroda joylashgan ushbu zamonaviy issiqxona Turkiya texnologiyasi asosida qurilgan bo'lib, yil davomida hosil yetishtirish imkonini beradi. Bu yer oilaviy kelib yaxshi dam olish uchun juda ham zo'r ekan. Hattoki bu yerda oilaviy dam olish uchun imkoniyatlar juda ham ko'p. Hatto bolalar o'yingohi ham bor. Hattoki hayvonot bog'i ham bor ekan. Bu yerda tovus, o'rdak, g'oz va turli xil hayvonlarni uchratishingiz mumkin. Bu bog'da 10 mingdan ortiq o'simlik turlari mavjud bo'lib, asosan tropik mevalar, banan, limon, apelsin, kivi va boshqalarni uchratishingiz mumkin. Agar dunyodoshlardan zerikkan bo'lsangiz, bu yerga 1-2 soat kelib dam olishingizni maslahat beraman. Bu yer issiqxonaning oxirgi xonasi, ya'ni siz bu yerdan gullarni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying va meni kuzatishda davom eting va kommentariyada keyingi manzilimiz qayerda bo'lishini aytib qo'ying. Xayr!